Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlardan Sardor Fayl. Bugungi videoni boshqasiga ko'rib turganingizdek, 3 ta sotiladigan akkaunt obzor qilib ko'rsataman. Sizlarga cho'zdirmayman, videoni boshlashdan sizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz unda boshladik. Bu akkauntlarni sotib olish uchun mening Telegramga bog'lanishda Telegram sahifa admins agarda pochtdan topolmasalaringiz bemalol YouTube profilimga kirib topishlaringiz mumkin. Biz unda obzorni boshladik. Mana do'stlar, biz birinchi akkauntimizga ham yetib keldik. Birinchi akkaunt obzorini profildan boshlaymiz. Narxini esa har doimgidek video oxirida aytib o'taman. Buni boshladik. Profildan boshlaymiz. Profil 65-level 5716 like. Bu tarafda оружие normalniy. Ko'p 13 marta, 16 marta normalniy ko'tarilgan ekan. Propuslar uncha ham ko'rsatib olmas ekan. Mana bu yerlardan boshlagan ekan. Yaxshi Prime 4 ekan, ko'rinib turibdi. O'sha nechta almasni qilgan? 17 mingta almas olgan ekan, juda ham ajoyib. Tak, skladga o'tamiz. Skladda 87 ta nabor bor ekan. Naborlarning hammasi ham zo'r naborchalar. Biz ko'p bilan ham juda naborchalar ham bor akkaunt. Akkaunt bular ham darajada qiziq, to'g'ri, lekin men video oxirida aytaman, hozir ayta olmayman. O'zlar uchun ko'p bo'ladi. Akkauntda nimalar bor, nimalar yo'q. O'zlaringiz ko'rib ketaveringlar mana. Olski narsalar, yangi narsalar, gildiya narsalari, boshqa hammasi to'playdigan akkaunt ekan. Mana tarafda 3 ta bor ekan, yaxshi. Bosh kiyimlar bor ekan. Bular normal. Baslar, propuslari, chekparki, baslar yana boshqa narsalarni kiygan. Mana shu boshqa bor ekan, deskripsiyadan. Bo'lmasa video cho'zilib ketadi. Ko'rishasiz mumkin. Shunaqa bosh kiyimlar bor ekan. Yaxshi, mana bu ham bor ekan. Mana shunaqa bosh kiyimchalar bor ekan. Endi maskalar 80 ta ekan. Ko'rishasiz mumkin, mana shunaqa ajoyib g'aroyib maskalar bor ekan. Mana maskalar bor ekan. Mana har xil maskalar bor, o'zlaringiz kiyib o'ynayverasizlar akkaunt do'stlaringiz. Ajoyib maskalar bor. Grimlar ham uch qiziqgan, mana shu test ketaman. Bir videosi ham grimlar bor ekan, o'zida grim bor ekan, yaxshi. Eng asosiy joy torslar. 213 ta torsi bor ekan, yaxshi. Mana yaxshi, tez ketaman. O'zlaringiz videoni to'xtatib ko'rib olasiz, agar nimadir ko'ra olmasalaringiz. Mana bu ikkinchi level qismi bu ekan, yaxshi. Mana bu ikkinchi level. Mana master chiqsa beriladiganlari bor ekan mana. Uncha old bo'lsa ham, lekin o'ynashga arzigulik normal akkaunt ekan. To'g'risini aytadigan bo'lsak, u biroz old, chunki elitni propusdan boshlagan. 3 yillik emas, 4 yil akkaunt bo'lib qoladi yaqinda. Hozir 3,5 yillik akkaunt. Ben ko'pchilik yoqadi. Bular bor, mana shu ishlar bor. Tamam. Zo'r. İşlemlerini çok sıkması belirtisi. Tamam. Bor ekan. Yaxshi. Oyoq kiyimlar chiqamiz. Mana shu like bosganlar ko'rsataman. Mana shu kiyim turgan tepasigacha nur ko'rsatdi ekan. Yaxshi. Emotsiyalar 31 ta emotsiya bor ekan. Yaxshi. Bu yo'lcha bor ekan. Mana bu emotsiyalar. O'ldiroqlar ham bor ekan. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 45 animatsiyasi bitta ekan. Yaxshi. Bu tarafda
emas, kolleksiya. Mana bu bor ekan, bu evolyutsiyaniki. Mana bu yaxshi. Bu ham evolyutsiyaniki. Bunda mana bu ham o'sha evolyutsiyaniki daskaniki. Qaysi evolyutsiyaning kiruvchi bilasizlar o'zlaringiz. To'polinglar kommentariyada yozib qo'yinglar. Skyjetlar 3 ta Skyjet bor ekan, mana qaranglar sizlar, qanaqa Skyjet bu. Mana qarang, aura bu вообще o'zi aura olib keladi odamga. Mana bor, bu ham o'sha qolib ketaveradi. Propusdan qaytib kelmasligi ham mumkin, lekin kelishi ham mumkin. Free Fire'dan kelib qaytib qo'yishi mumkin. Yaxshi, mana mashinalarga skinlar mana bular bor ekan. Har xil kollaboratsiyalar bor. Mana shular bor ekan. Maka profilchalar bor ekan. Akkumulyator 3 ta bor ekan. Yaxshi. Bu tarafda mayda narsalar. Endi оружиелик skinlarga o'tamiz. Bu tarafda siz galeriyaga o'tamiz. Galeriyaga 4 ta evolyutsiya bor ekan. Mana o'sha qanaqa max qanaqa o'tib turishini akkaunt olib max qo'shsangiz, lekin zo'r ketadi. Mana bu ayniqsa chotki ketadi. Mana qayam bor ekan. Mana bu ham bor. Skinlarimiz bloklari bor ekan, ikkita. Orужиялар. Mana bu orужиялар bor ekan. Mana bu bizada yana bitta eng qiziq Polski bitta skin bor. Ko'rsatma bu yerda. Mana skini bilgan biladi. Bu вообще Polski. Zo'r skinchalar, lekin dramavika. Bu strokaga. Mana obzor ham tugadi. Biza bu akkauntimizni narxi sizlar uchun, faqat sizlar uchun bugun yoki ertaga olsangiz 250 ming so'm qilib beraman. Akkaunt hozir yoki ertaga olib qo'ysangiz 250 mingga bemalol olsangiz bo'ladi shu akkauntni. Obzorni ko'rib chiqdingizda, yana biz keyingi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, keyingi akkauntga ham o'tib oldik. Bu akkaunt videoni boshlab ko'rganingizdek, hozir bu akkaunt sizlar bilan birga upload qilib chiqqanimiz kerak. Tekstda profilga boshlaymiz. Profilga kiruvchi animatsiyalar yo'q ekan, 61-level 5280 ta like bor ekan. Propuslarda uch ham aktiv sotib olmagan ekan, lekin elitni propusda ancha old boshlagan ekan. Yaxshi. Eng asosiysi LOL emotsiyasi bo'ladi. Sharafli yolg'onasi LOL emotsiyasi bor. Bu tarafdan ko'rishlaringiz mumkin. Evolyutsiyasi bor ekan, va 3 ajoyib g'aroyib. Prime 4 ekan, 11 ming almas so'ragan ekan. Yaxshi, bu kamroq bo'lsa ham bundagi torchlar ko'proq ekan, sifatli 100 ta nabor bor ekan, ham 100 ta rolni bizaniki. Mana bu Jujutsu Kaisen o'shaniki bor ekan. Mana bu ham bir Naruto kollaboratsiyasidan bor. Mana bular bor ekan. Shundan BTS Polskilar bor ekan. Polski Popsning bo'lishi, mana bu Popsning emas, yana nima eski bo'lishi. Bular hech qo'yolmay turgan Polski mana doktor. Mana bor ekan, Jujutsu Kaisen. Bular skinchalar bor. Bu akkaunt o'zlaringiz maslahat o'ynaysizlar. Tez shoshilib ulgurib qo'ying, chunki akkauntlar tez sotilib ketadi. Klientlar juda ham ko'p. Tashkilotlar olasizlar, ulgurib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun tez Telegramga o'tib, hech qolmasdan o'tib qo'ying. Telegram sahifa admins. Agar bilmasangiz YouTube profilimdan ham o'tib kirishlaringiz mumkin. Mana bu bosh kiyimlar bor ekan.
bo'lgan bor ekan va 245 ta torsi bor ekan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana bandit bor, o'sha hammaga yoqadigan bandit. Mana bu bor. Bular bor ekan, mana Olski quyon bor ekan. Endi futbolchilarning formasi bor. Mana bu bor. Mana bular bor. Mana bu ochildi, mana bu bor. Mana bu ko'rsangiz bo'ladi. O'zlaringiz ham joy-joy narsalar bor. Oxiriga yeting, to'g'risini bor. Master Race sevarlar bor. Mana shular bor. Kompyuterlaringizni maza qilib o'ynaysizlar lekin akkaunt narxini har divizion oxirida aytaman. Sizlar ham qisqa kutilgan bo'lsangiz kerak, necha pullik akkaunt o'zim olib qo'yaman yoki boshqa deb turgan bo'lsangiz kerak. Bunlar bor ekan. Naruto kollaboratsiyadagi ma'lumotlar bor. BTSniki bor, mana bu bor. Bular bor ekan. Hammasi bor. Bu tarafda pastki qismda mana bular bor ekan. Series bo'ladi, qanaqa narsalar bor, qanaqalar yo'q. Aytgancha bu Justin Bieber'niki, mana ko'rishingiz qanaqa o'zini torsi bor, bu ham uncha akkauntda yo'q, olinmasa series bo'ladi. Mana bular bor ekan. Emotsiyalar, 33 ta emotsiya bor ekan, mana emotsiyalar FFVC bor ekan va eng asosiysi va eng asosiysi LOL emosiyasi bor. Emotsiya juda ham noyob emotsiya, lekin afsuski 20-iyun kuni ham LOL emosiyasi qaytar ekan. Bu narsa ofitsialniy saytida o'sha 100% qaytargan narsalar, agar juda aytsak, hech qanaqa fake xabar emas. 100% 20-iyun kuni mana ko'rgan LOL emosiyasi qaytadi, afsuski. Bunda qayg'uli holat. Lekin men bilan akkauntda LOL emosiyasi bo'lsa yaxshi. Shuning uchun boya LOL emosiyasi akkauntdan olsangiz, keyin sizlarga donat qilib LOL emosiyasini olsangiz bo'ladi. Qanday donat qilaman desam, albatta men almasga beraman, qilasizlar. Meni Instagram yozsalaringiz, o'zim almasga beraman. Tez, arzon va halol, omadli, nima desa bo'ladi, har xil narsalar bor. Boxlar, skadjetlar. Skadjet bor ekan, ko'ram ochilmagan afsuski. Mana esa mana biraz ko'rsatib ajoyib o'y bo'lishchasini qaranglar. Yana o'zgaryapti. Yaxshi, bu ham ekan. Bu ham normallik animatsiyalardan mana bu taxtalar 22 ta taxtasi bor ekan mana. Bu ko'rsatishlar batista yana o'sha. Mana mashinalarga anasklar o'y yo'q. Justin Bieber'niki bor, mana bu bor ekan. Justin Bieber'ga qo'yamiz. Bu tarafdan mana bular bor. Lekin har xil kollaboratsiyalar bor. 2023-yillarga ham bor ekan. Mana bular, mana bu bor ekan. Mana skin bor, Olski zavod bor. Mana bular bor, o'tgan ham skin bor. Mana siz bu profil 215 ekan, Olski profillar bor. Tarafda ham bor animatsion profillari. Mana narsalarni nimaligini ham bilmayman. O'zlaringiz ham qiziqarli narsa ekan bu. Yaxshi, endi arushaga skinga o'tamiz. Bu tarafda ikkita evolyutsiya ko'rsangiz, Akemi evolyutsiya Max Natural Justin Bieber kiyimga ham yarashib turadi ekan. Mana bu ham Max qanaqa turadi. Bomba turadi, mana bu bor. Skinlar bo'ladi. Mana bu ham bu akkauntimizga keladigan bo'lsak, bu akkauntimizning narxi faqat bugun va erta uchun sizlarga bu akkauntimni 300 mingga beraman.
bugun va ertaga o'sariz, undan keyin yana standart narxga qaytadi. Standart narxini saytlarni qilib olishlaringiz mumkin. Hozir oladigan bo'lsangiz aksiyalarga 300 ming so'mdan bor akkaunt olishlaringiz mumkin bo'ladi. Keyin kech bo'ladi. Yaxshi, bizning keyingi akkaunt obzoriga o'tamiz. Mana do'stlar, bizning keyingi akkaunt sababi bizning eng oxirgi akkauntimiz ham bo'ladi. Shunga yarasha juda ham zo'r akkaunt ekan. Boshladik bir profildan boshlaymiz. Profil oldin peshinchi level oldin so'ngda live kirgach animatsiyalarni juda ham zo'r qilgan animatsiya ekan. Bu tarafda evolyutsiya yangi evolyutsiya olingan. Old school naborlar olingan ekan. Prime 3 ekan. Bunda 2000 download qildi. Prime Tour bo'lishga emosiyalar ekan yaxshi. Skladga o'tamiz. Skladda 103 ta nabor bor ekan, ko'rishlaringiz naborlar. Old skin naborlar mana bu. Nabor bor ekan, maskasi juda ham zo'r legendarniy mashhur bo'lgan mana bu bor ekan. Bizda ham ko'rib ketishlaringiz mumkin. Maslachlari bor ekan, old skin narsalari bor ekan. Mana bu ham bor ekan, saynar bu 2020 mana bunaqa bor piratskiy ishlarga bor. Discord servis bilan zo'r narsa mana level bilan maslachlari esimda qolgan narsalar bor. Bu tarafda bitta normal ekan. Xo'sh kiyimlar mana bular bor. Normal xo'sh kiyimlar. Mana zo'r xo'sh kiyimlar ekan. Faqat ketadi qani. Bu mana maska bilan o'slarisiz mana qaranglar. Mana bu o'yi buni turishini. Sizlar bitta qaranglar turishiga. Bu konsolga juda ham zo'r turadi. Maska bilan любой narsa shu maska bilan cho'tib ketadi. Ko'rib turibsiz o'zlaringiz ham mana narsalar bor. Bu tarafni o'chirib degan o'ylayman. Nima bilan ko'rsatib ketaman. O'zlaringizga bilib olasizlar. Bor ekanda maskalarda. Mana shunaqa maskalar bor ekan. O'zki yangilar bor. Limon to'pladi xolos. Produktlarga bor. Bu çok Grimler bizlar o'tib ekan, aniq animatsiyaning grim ham bo'lgan ikkita. Bu ham bor ekan. Mana shunaqa qilib beraman, bo'lib qo'ygan qismas. To'g'risi 230 bitta to'g'risi bor ekan, eng asosiy mana bu bandit bor ekan. Mana bunaqa to'g'rislar bor. Servis bo'ladi. Lekin kichik gap yo'q narsaga. Mana bu to'g'rislar bor. Mana bu bor. Uy, mana bu kimlikdan zo'r baxat bo'ldi. Bu ham normal. Yedida ko'rishni. Mana bu servis bo'ladi. Mana kimlar bor yo'q. Zo'r kimlar bor. Hammasi cho't bilan tersi. Hozir o'ynaladigan akkauntlar turibdi. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar, pode sentar. Pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Emotsiyalar o'tdi ekanda. Mana Olski, zo'r emotsiyalar bor ekan. Ko'zingizga Olski emotsiyalar bor. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar, Diskajit bor ekan, mana daskalar, mana zo'r daskalar bor ekan. Pullamchi ikkita pullisi bor ekan. Adashmasam bittasi tekin bo'lgan. Mana shu ekan, mana shuda.
Hiç ana şu tekin bo'lgan chunki bu animasiya zo'r. Mana kamtarga fikrlarsiz. Lekin so'zi bittasi tekin bo'lganda o'sha filmda 12 ta qo'shiq bor ekan. Yaxshi. Mashinalarga skina skinalar bor ekan. Mana bu ham bor ekan. Mana bu skinalar ko'rsangiz bo'ladi. Bu hammasi legendarniy mana animasiya skin ekanda. O'sariz maqtana ko'rasiz. Odam qaysini qo'yishni ham bilmaydi. Mana bu bor ekan. Mana bu ham Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar yo'q, profil qo'yasizlar. Misol uchun mana bu profil. Old school profil mana. 40 ta mamlakat bor ekan deb mana mamlakat bor bu ham old school qog'ozda foydalanib bo'lmaydi bu narsadan chunki tashlagan gaddan foydalanishda. Yaxshi bir taraf obzor qilib endi оружиеga skinlarga o'tamiz. Bu tarafda mana ikkita evolyutsiya bor ekan, ko'rib turibsiz. Mana yangi kelgan evolyutsiya ham bor ekan, turishini qaranglar buni. Mamlakat legendarniy narsa bor ekan, оружие. Siz bo'ladi mana bor. O'zlaringiz maza qilib o'ynaysizlar, lekin akkauntda вообще gap yo'q. Ko'rishasiz mana zo'r narsalar bor akkauntda. Ko'rsangiz bo'ladi, sekin qarasangiz. Videoni to'xtatib, obzorni to'g'ri ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu tugamaydi orujchalar, chunki juda ham ko'p. Tak mana bu akkauntimizga keladigan bo'lsak, men sizlarga bu akkaunt narxini necha pul qilaversan ekan, mayli. Hozir va ertaga oladigan bo'lsangiz, sizlarga 320 ming so'mga qilib beramiz shu akkauntni. Bemalol o'zlaringizga o'qib bo'ladi, Telegramga yozaverasizlar, Telegram admins. Bilmaydiganlar yana o'sha YouTube profil topishlaringiz mumkin. Bu shu bilan bizning bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.